Agar ro'zg'oringizga ko'p ko'kat kelib qolsa, keyingi bozorlikkacha so'lib qolmasin desangiz, hammasini to'g'rang. Qanday ko'kat bo'lishidan qat'iy nazar hammasini to'g'rang va tuz seping. Nima uchun tuz? Ko'katlar bilasiz, yerdan chiqqan mahsulot. Va dori ham sepiladi shekilli. Shuning uchun yaxshilab yuvasizda, tuz sepasiz. Tuz sepib aralashtirasiz. Aralashtirib, mana shunday selofanga solib qo'yasiz yoki konteynerga solasiz yoki bankaga solasiz. Qanday sizga qulay bo'lsa solib, og'zini sal o'rab, xolodilnikka saqlaysiz. Muzxona emas, xolodilnikda saqlaysiz. Har ovqat suzganingizda necha qoshiq bo'lsa olib solasiz. Shunday qilib 1-2 kunga yetkazasiz. Agar shunday o'zicha tursa, mikrobi o'ziga yopishib yotadi, yuvilib ketmaydi va siz hammasini ishlatguningizcha bu qandaydir isrof bo'ladi, o'zingiz bilasiz. Vitaminlangan ovqatlaringizni ishtaha bilan iste'mol qiling. E'tibor uchun rahmat. Bo'ldi, mana tuzlanganidek. Yaxshi saqlanadi. Bo'ldi, xolodilnikka period. Mana gullar bilan ishlang azizlarim. Gullar yoningizda bo'lsa, tabiat siz bilan demak.